Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, millatdoshlarim. Ismim Jumabek. Yoshim 34 da. 16 yoshimdan IT sohasiga kirib kelganman. 10 yillik AI sohasida tajribam bor. 2014-yil Koreyaga kelganimdan keyin AI da shug'ullandim faqat. Gangnamda bu yerda o'sha AI kompaniyada ishladim, magistratura bitirib bo'lgandan keyin. Undan keyin yana qaytib PhD ga keldim. PhD da chuqur 3 ta AI dagi cyber security, ya'ni kiber xavfsizlik, data science, computer vision sohalarida maqolalar chiqardim, izlanishlar qildim. Katta-katta jamoalar, Hanyang, KAIST, Amerikadagi UCF kabi universitetlar bilan ishladim, o'rgandim ulardan ko'p narsa. Va bir vaqt o'zida biz oxirgi 2-3 yil ichida Humblebee jamoasiga asos soldik. Humblebee'da biz yechadigan muammo bozordagi yetishmayotgan elita AI injenerlarni tayyorlash. Bu nima degani desa, bozorda men AI injener bo'lib 10 yildan beri ishladim. Omadim 2014-yil eng birinchi bo'lib o'sha o'zbeklarning ichida AI boshlaganim bo'lgan. Endi o'zbeklar emas, deyarli Koreyada ham birinchilardan bo'lganmiz 2014 boshlaganimizda. Ana o'sha men magistraturaga kelgan paytim ana o'sha eski uslublarga asoslangan o'sha safe surf degan narsalar bo'lardi. Bu tushunganlar uchun, tushunmasada shart emas. O'sha matematikaga asoslangan qiyin metodologiyalar bor edi. Odamlar qo'lda yozib chiqqan, qanaqa qilib odamni tanisak bo'ladi, qanaqa qilib obyektni tanisak bo'ladi degan narsaga javob berish uchun. Lekin shu narsani menga professorim berganda, shunda ishlagan deb qidirib ko'rdim, qarasam yangilik chiqqan ekan Amerikada, Kanadada 1-2 yil oldin deep learning degan narsa. Deep learningda odamlar o'zi qo'lda yozib hamma narsani qilib o'tirmas ekanda, undan ko'ra AI ga o'sha narsani odam yuzini qanaqa tanishni o'rgatar ekan. Ya'ni AI ga shunaqa algoritmni yozib qo'yganda AI o'zi o'rganib oladi. Masalan, nima deydi, mana qo'limda agar kartani ko'rsat, mana bunaqa kartani ko'rsatadigan bo'lsam, raqam ko'rinib qolsin. Kartani ko'rsatadigan bo'lsam, AI tanib olish kerak, bu karta deb turib. Kerak bo'lsa raqamlarni o'qib olish kerak, OCR qilib. Ana o'sha narsa avvalan bo'lgan OCR degan narsa, lekin uni o'sha AI bilan qilinsa, deep learning bilan qilinsa, model o'zi o'rganib oladida. Ya'ni odam maydalab matematik kod yozish shart emas. Aksincha uni ustidagi, kodning ustidagi narsa, learning algoritm deyiladi. AI qanaqa o'rganishini yoziladigan narsa. Hop, shuni topgandan keyin 2014-yildan boshlab AI ga qiziqib qolib, mehr tushib, muhabbat tushib, faqat AI ustida shug'ullandik. Va ko'rdikki, bozorda AI bilgan odamga non ko'p. Ya'ni bozordagi eng qimmat ishchisi siz desa ham bo'laveradi. Masalan, men 3 yil oldin $80 soatiga pul topardim. Vaqtim yetmasdi. Ya'ni mijozlar ko'pda. Bitta mijoz ishini qilasizda 10 ta ish bilan keladi. Ya'ni mana ular bilan qilasanmi deydi. Va boshqa bu yoqdagi kimnidir ishini qilib bergansiz 3 oy oldin, u sizga yana ko'proq ish bilan chiqib yapti. Ya'ni hozir keraksan deb. Nega? Chunki kuchli AI injener bozorda yo'q. Ya'ni tajribali AI injener. Yo'qligi ham tabiiy, chunki yangi chiqqan soha-ku bu, ya'ni vaqtni faktorini ham berishimiz kerak. Bitta narsani ustasi bo'lishingiz uchun siz qanchadir vaqt shug'ullanishingiz kerak-ku bilan. Shuni hisobiga ko'rdimki, bu AI da imkoniyat o'ta katta, talant yetishmayapti. Mana bu shu nima deydi, mijozlar bor desak, mana shu yerda ko'pgina mijozlar bor. Hammasi bizdan nima deydi, meni vaqtimni so'rayapti-da, Jumabek qilib ber. Masalan, kattaroq pul to'layman deydi, meni ishimni priority qilgin, birinchi o'ringa qo'ygin, meni ishimni qilgin deyapti-da. Lekin bu yoqda men hozir bu holatda aytdim-da, pastroq qilib tushadigan bo'lsak, pastda men qancha bolalarni bilaman-da, ish topa olmay yuribdi-da. Ya'ni yillab o'rganganda ishlay olmayapti-da. Anaqa yillab nimalardir o'rgangan. Masalan, u yosh yigitlar ham emas. Men tengi kompaniyada ishlab yurgan, PHP o'rganib yurgan og'aynilarimiz, do'stlarimiz yoki mobilda ishlab yurganda AI ga o'tmoqchi. Chunki bular ham biladi, o'sha AI da mana bu katta pul to'laydi, nima deydi, bozor katta. Kattaligining ham sababi boya aytdik, anaqa kodda maydalar yozmaysizda, AI modelga qanaqa qilib uni o'rganishni yozasiz, u o'zi o'rganib hamma muammoni yechib ketaveradi. Buni tushuntirish kerak-da, ya'ni o'ziga pul tikishni o'rgatish kerak-da odamlarga. Boshlayveraymi? Gap holatda gapiravering, zo'r ketyapti.
Ya'ni o'ziga pul tikmaydi odamlar. Men o'shani o'zimga tikkanman. Men qilganimda yaqinlarim aytganda, o'zi qiynalib turibsan. Nega unaqa qimmatga narsa olyapsan? 13 Pro o'sha payt eng yangi model edi. Macam o'sha M1 eng yangisi edi. 2 milliondan qimmatga oldim. Lekin u pulini 100 martalab chiqarganda. 3 yilga 2 yilga qolmasdan 100 martalab chiqargan va undan ko'p narsa, pulidan ko'p narsa meni o'rganishimga yo'l ochib berganda, ana o'shalar orqali stak bo'lib qolmaganman. Xo'p, boyagi mavzuga qaytaylik. Xullas, ana o'sha bizda holat mana bu yerda rosa ishlar ko'pda. Bu ishlarni bajarmasak, mana AI, ana o'sha Google, OpenAI, Microsoft qo'lida bo'ladi xolosda. Boshqa odamlar chiqa olmaydi. Nega? Chunki bu yerdagi AI injenerlar qimmat, ozligi uchun katta pul boshqalarda yo'q. Masalan, menga $80 ishlayotgan bo'lsam, asli arzon edi u. Agar men Google'ga mana shu darajamda ishlasam, $200 tushirarman soatiga, balki $500 tushirarman. Chunki AI injenerlar ko'p pul topadi bu yerda. Masalan, 200 ming, kamida $200,000 yillik oyligi boshlanadi. Aytmoqchi bo'layotganim, AI injenerlar yetishmayapti. Eng qizig'i, bu yoqda qancha odam ishsiz yuribdi. Bu bo'lishi mumkin yosh yigitlar, yangi o'qish bitirayotgan yigitlar, yoki bo'lishi mumkin o'zimni o'sha mobilda ishlayotgan, backend ishlayotgan, webda ishlayotgan do'stlarim necha yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri AI o'rganyapti. Hali ham PHP da ishlab yuribdi masalan. Nega desa, muammo qanaqa qilib o'rganishni bilishmayotganda va yechim yo'qligida, o'sha tez o'rganadigan yechim yo'qligida. Xo'p, shuning uchun biz Humblebee AI tashkil qildik. Humblebee AI nima qiladi desa, ana o'sha talantlarni, mana bu yerda turgan talantlarni oladi, AI jabhada. Endi bu past deyish emas, shunchaki AI o'rganayotgan odam, siz bir narsani o'rganishdan oldin bilmasligingizni tan olishingiz kerakda. Bo'lmasa o'rgana olmaysiz agar siz bilmasligingizni tan olmasangiz. Mana shu yerda turgan bo'ldi, bularni endi tepaga olib chiqishimiz kerak. Humblebee ana o'sha lift. Tushunyapsizlar-ya? Endi siz aytishingiz mumkin, nega universitetda o'qimayin, nega akademiyada o'qimayin desangiz, universitetda kuchli AI talantlar yo'q va 4 yil siz universitetda o'qiguningizgacha mana bu PHP o'rganib, PHP da ishlab turib AI o'rganayotgan do'stlarimning xatosi bo'ladi. Nega? Chunki siz 4 yilda o'rgangan narsalaringiz o'sha o'tib ketdi, eskib ketdi. AI juda dinamik, tez o'sayotgan naqa jabha. Endi akademiyada nega o'qimayin? Akademiyada masalan 6 oyda yo 1 yilda tez o'rgatib qo'yadi-ku desangiz, akademiyada kuchli kadrlar yo'q AIda. Nega desangiz, masalan, men hozir akademiyada ishlasam, juda to'lashsa $5,000 pul to'lashar oyiga. Juda to'lashsa 10,000 to'lashardi. Uni men 3 barobar, 5 barobardan 10 barobargacha topishim mumkin boshqa joyda AI injener sifatida ishlab. O'rganuvchi sifatida emas. Chunki o'rganuvchiga u katta pulda, ya'ni masalan kelib turib, kelinglar, mana 10,000 to'laysizlar, biz sizlarga AI o'rgatamiz desa, o'rganuvchilarga, ya'ni o'zi o'rganuvchi, ya'ni sohaga endi kirmoqchi bo'lgan puli yo'q odamga u qiyin narsa. Shuning uchun biz Humblebee AI ga asos soldik. Humblebee AI da biz asalari kabi bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu AI kuchli ilm, kuchli qurol bo'lsa, ya'ni asal bo'lsa, biz uni insoniyatga berishimiz kerak. Uni biz bitta ari hech nima qila olmaydi, jamoaviy sifatida beramiz. Va nafaqat buni beribgina qolmaymiz insoniyatga, balki talantlarga ana o'sha Humblebee Growth degan programma qilganmiz, 3 yillik. Talantlarga ana shu 3 yilda mana shu darajadan chiqib turib, elita, shu top 1% AI injener bo'lishga olib chiqamiz. Chunki o'rtadagi average, ya'ni odatiy AI injener kerak emas-da. Ya'ni men o'sha bu yoqda ishlayotganimda $80 to'layotgan mijozlar $50, $40 ga boshqa odamdan olmasdi-da, men top bersam. Nega? Olsa ham ishini oson joyini qiladi-da, qiyin joyiga kelganda qila olmay qoladi-da. Chunki oson emas, ya'ni ko'p tajriba kerak, yangilik qilish kerak, fikrlash kerak, muammolarni yechish kerak. Shuning uchun biz talantlarni olamiz bu yerdan, 3 yil ichida top 1% ga olib chiqamiz. Ya'ni bizga oddiy average ozgina o'rganib olsam bo'ldi degan narsa mos kelmaydi, yarashmaydi. Chunki mana shu darajada bo'lmasa, undan ko'ra boshqa ish qilgan yaxshiroq deb o'ylaymiz. Chunki odamlarning pulini behuda sarflaydi-da. Masalan, shunaqa o'rta miyoni AI injenerlar bor.
bor narsani olib qila olishadi, lekin muammoni yecha olmaydi, ha? Ya'ni yechimni muammoga moslaymiz deyishadi. Qanaqa bo'ladi u desangiz, yechim asli anaqadir. Muammoga, siz muammoyingiz uchun bir qator kod yetadi, lekin ChatGPT sizga 10 qatorli yechim berdi. Siz shuni olasizda qo'yasizda bu yerga. Ana o'sha yechimga muammoni moslash bo'lib qoladi-da. Ya'ni sizda muammo turibdi, unga o'shani yechimni o'zgartirmasdan turib shuni tiqib yuboryapsiz-da. Aslida biz muammodan kelib chiqib yechim yasashimiz kerak edi va ana shu top 1% AI injenerlar orqaligina qilsa bo'ladi deb qaror qilib turib, ana shu kuchli elita AI injener tayyorlaymiz dedik. Nafaqat bu elita AI injener bo'ladi, balki ishini ustasi bo'lgan, jamoaviy ishlagan va birgalikda katta narsaga erishadigan talantlar bo'ladi. Hozirgi zamonda katta muammo, kimdir ishni ozgina o'rganyapti-da, sakrab o'tib ketyapti. Mana bu yerda unga pul tikkan masalan mijoz bor, 3 yillik loyihadir, katta jiddiy loyiha. Mijoz sizga boshda pul tikyapti o'rganishingiz uchun-da, o'rganib turib, ozgina endi ish qiyinlashdi-da, bu yoqda katta pul to'laydigan boshqa joyga o'tib ketib qolyapti-da kadr. Va shuni yutuq deb o'ylayapti. Aslida ishi loyihani oxiriga yetkazmadi-ku bu kadr. Bu o'ziga zarar qildi aslida. Buni o'sha sodiqlik yetishmadi deb tushunamizda. Humblebee'da ana o'sha sodiqlikni biz mijozlarga sotamiz. Ya'ni sizlar xavotir olmanglar, biz shu yerdamiz. Ya'ni doimiy sizlarni ko'tarib beramiz deganimiz uchun ham biz yuqori reytda anaqa klientdan pul ola olamiz va muhim katta odamlar bilan ishlaymiz. Ya'ni aqlli odamlar bilan ishlaymiz. Uni o'zi ham bizni kuchaytiradi, asalarilarni, ya'ni Humblebee'larni. Xo'p, mana hozir yechimlarni aytdik. Sizlarga endi anaqa fakt keltiraylik, misol keltiraylik odamlarga yaxshi. Bundan bir 2 yilcha oldin shogirdimiz bo'lardi. Aniqrog'i biz dars o'tgan yigit shunchaki, ya'ni anaqa yaqin xos shogird emas. Ishlayapti, qayerda desangiz, ana o'sha boshqa ishlarda, ya'ni sohada bo'lmagan ishlarda ishlab, Koreyada turib, kontrakt to'layapti-da. O'rganganda vaqti kam qolyapti. Lekin umri o'tyapti va pul ham ko'p emas, ya'ni ishlaysiz, kontrakt to'laysiz universitetga, o'zingizda yashagani qolar, endi ozgina ortar, endi $100, $200 oyiga. Endi juda faqat ishlayman deb o'qishni risk qilib qo'ysangiz $500 orttirarsiz, bilmadim. Lekin umr o'tib ketyapti-da, ya'ni o'rganadigan yosh o'tib ketyapti yoshlikda. Ana o'sha yigitga men aytgan gapni sizlarga ham aytaman. Chiqib ketishimiz kerak. Sirtmoqdan chiqib ketishimiz kerak. Ya'ni bu hayot shunaqaki, bizni anaqaga ushlab qo'ydi, kishanga tushirib qo'ydi. Nima qilyapmiz? Ishlayapmiz, to'layapmiz masalan. Ishlayapmiz, to'layapmiz-da, 4 yil o'tdi, diplom oldik-ku, ilm yo'q, na pul yo'q. Endi qiyin vaziyat xullas. Ana o'sha holatda nima bo'ldi? Mana bu o'sha elita qatlamidagi AI injenerlarni tushuntirdim. Bular qanaqa pul topadi, nima qiladi? Faqat buning uchun o'rganish kerak. Va bu yerda men ana o'sha bu sohadan seniori bo'lgan odam, ana o'sha asalaridan inspiration olib turib, biz olgandan ko'p berishni o'ylashimiz kerak ekan asalari kabi deb turib, berishni o'ylaganimiz uchun biz yaxshi ustozligimizni bu sohada bu sohaga yo'l ko'rsata oladigan, bu sohada mana shu lift kabi bu yerdan olib turib, bu yerga olib chiqa oladigan ekanimizni tushuntirdim-da. Mana hozir 1,5 yil, 2 yil, 3 yil bo'lgan shogirdlar yo'q. 1 yil bilan 2 yil orasida 2000-4000 orasida pul topishyapti. Va biz buni va'da qilyapmizki, 3 yil Humblebee Growth programmani tamomlashsa, nafaqat bunaqa pul topish, balki soatiga $50 dan topishadi. Va bu $50 dan topgan o'zi emas asosiy narsa. Asosiy narsa ana o'sha topadigan top 1% kadrga aylanish. Va siz bu kadrga aylanganingizdan keyin borib Google'da ishlashingiz mumkin, Microsoftda ishlashingiz mumkin, balki o'zingiz Google'da challenge qiladigan kompaniya qilarsiz. Ya'ni kuchli kadrga aylanasiz. Va bu yerda hozir nima bo'lyapti desa, xuddi asalari asal toshiyman, asal to'playman deb turib o'zi och qolmagani kabi, ya'ni o'ziga ham foyda-ku. Bizning talantlarimiz ham ana o'sha o'rganamiz deyishyapti, lekin baribir to'lab olishyapti. Ya'ni qisqa muddatda, ko'p vaqt olmagan muddatda, mana 1 yil, 2 yilda topilayotgan pulni aytyapmiz. 21, 20, 22 yoshli yigitlarimizda qisqa muddatda shu darajaga chiqsa bo'ladi. Nega?
Humblebee o'zi qo'yib olgan kuchli qadriyatlari, kuchli maqsadlari uchun, maqsadimiz olganimizdan ko'p beramiz mijozga doim. Va biz top 1% bo'lamiz. Ya'ni biz uni o'rta miyoni odam bo'lmaymiz va biz bu yerda 3 yil o'rgangani turibmiz. Bor kuchimiz bilan sarflaymiz ana o'sha o'rganish uchun va biz kuchli jamoamiz. Ya'ni hamma jamoaviy doshlarini qiynalib qolmasligi uchun qattiq harakat qiladi, bir-birimizni tortamiz. Va kuchli mentorlar, kuchli ustozlar. Hozir mana Humblebee'da 40 ta ustozlarimiz bor. Hech qaysi biri oddiy o'rta miyoni odam emas. Oshirib yuborish emas, ya'ni odam o'zidagi kuchni bilish kerakda, buni foydalana bilish kerak. Hozir bizdagi kuch ana o'sha 40 ta bolani men bu kompaniyada ishlayotgan 10 ta bolaga almashtirmayman bittasini. Tushunyapsizlar? Ya'ni 40 ta bola ko'chadagi oddiy o'sha average, masalan, men Koreyaning holatidan kelib chiqyapman, chunki bu yerda ko'p ishlaganman Koreyada, IT kompaniyalarda. O'sha IT AI kompaniyada ishlayotgan 400 ta bolaga almashtirmayman shu 40 ta bolani. Va mana shu ustozlardan o'rganish, ta'lim olish, shularning orasida yurish imkoniyatini biz beryapmiz Humblebee Growth programmaga kiradigan yigitlarimiz uchun. Humblebee'da bizdagi katta qiymat hosil qilayotgan bizni mijozlarimizga o'ta qimmatbaho qilayotgan narsa asal. Tasavvur qiling, asalari bitta o'zi qancha asal toshiydi. Uni biz asal deb ham ola olmaymiz-ku, to'g'rimi? Lekin Humblebee'da ana o'sha jamoaviy tarzda ishlaganimiz uchun, hamma o'sha bitta maqsad sari harakat qilgani uchun va jamiyat individualdan kuchli bo'lgani uchun, jamoaviy harakat qilganimiz uchun, ya'ni asalari hammasi birga harakat qilgani uchungina asal yig'ib kela oladi-yu, ya'ni bo'lmasa u asal sifatida o'tmaydi-da. Ya'ni bitta asallari bilmadim, qarab ko'rilsa bir qoshiq ham asal yig'masa kerakdi umri davomida. Va uni bir foydali narsaga aylantirish qiyin demoqchiman-da. Bir davo qilib ishlatish qiyin, nima deydi, ovqat qilib ishlatish qiyin, taom qilib. Mana shu narsa bizni mijozlarimizga qiymatli qilgani uchun, biz mijozlardan shuni hisobiga pul ola olganimiz uchun biz o'rganuvchilarga ham pul to'lay olamiz. Tushunyapsizlar? Masalan, universitetda odam 4 yil o'qiydi, 4 yil universitetga pul to'laysiz, to'g'rimi? Bizda to'g'ri enrollment fee bor, biz kirishga enrollment qo'yib qo'yganmiz, lekin bizda biz pul to'laymiz shu o'rganayotgan yigitlarimiz uchun. O'sha asallari to'dasiga, jamoasiga qo'shib qo'yamizda, ana o'sha hisobiga biz ularga insentiv bera olamiz. Xo'p, yana jamoaviy holatda nima bizda kuchli narsa desangiz, jamoada hamma berishni o'ylaydi. Masalan, 40 ta kuchli ustozlarimiz bor dedik-ku, u ustozlarimiz jon jahdlari bilan o'rgatishadi bu yoqdagilarga. Nega? Chunki bu yerdagi bizdagi ustunlik pul bo'lmasa ham, masalan, hamma hozir 40 ta bola millioner bo'lishadi inshaalloh 2-3 yilda. Pul bo'lmasa ham shu ishni qilishadi. Ya'ni millioner bo'lib ketishsa ham, pul kerak bo'lmasa ham yana shu ishni qilishadi. Nega? Chunki maqsad ana o'sha jamiyatga ana shu asal yetkazib berish. Asal yetmayapti-ku, ya'ni AI, kuchli AI injener yetmayapti. Ana o'shani yetkazib berish bizning maqsadimiz. Kuchli AI injener bo'lsangiz, siz nafaqat ana o'sha 80-100 dollar soatiga pul topasiz, lekin bu asli haqiqiy narsa emas-da. Haqiqiy narsa jamiyatdagi ana o'sha yetishmayotgan kuchli AI injenerlarni o'rnini to'ldirasiz. Ana o'sha narsa yetishmayapti. Tiqilib yotibdi, to'g'ri, men AI injenerman degan, CEO man deb yozib qo'yganlar qancha LinkedInimni qarasangiz, faqat CEOlar ko'rinadi menga. Bilmadim, hech bir anaqa ish qidirayotgan odam yo'q. Bo'lman bizda o'zbek segmentlarda bu yaxshi albatta. Men bundan faqat xursand bo'laman-ku. Ya'ni harakatchan xalqmiz. Faqat sifatimiz pastda, ko'tarishimiz kerak buni, keyingi darajaga olib chiqish kerak. Ya'ni ana o'sha asalga aylanishimiz kerak. Asal chiqaradigan kuchli top 1% li elita AI injener bo'lishimiz kerak. Va yana bizning jamoada o'ziga xos narsa sodiqlik. Sodiqlik nima degani desa, yana o'sha hech qaysi mijozni biz xafa qilmaymiz. Masalan, boshida boshlagan mijozlarimiz hozir boshqa mijozlardan bir 5 barobar kam pul to'lashadi bizga. Ya'ni
Va bizni vaqtimiz yetmay qolgan, mijozlarimiz shu qadar ko'pki, bizni vaqtimiz yetmaydi-da. Chunki asal bo'lganingizdan keyin hamma sizni talayman deydi, ya'ni asal hammaga kerak va yetmaydi. Lekin biz o'sha arzon pul to'laydigan mijozlarimizni tashlab ketganimiz yo'q. Chunki ular bizni 2 yillik mijozlarimiz, 3 yillik mijozlarimiz. Ya'ni biz ularga oxirigacha turib beramiz. Tushunyapsizlar-ya? Masalan, zararga bo'lsa ham ishlab turib beramiz. Ana o'sha sodiqlik bizni jamoadagi narsa. Chunki bu yetishmayapti. Va bizni qadrli qiladigan narsa ham shu. Mijozlar xavotir olishmaydi, ertaga bu jamoa yo'qolib qoladi, kimdir ko'proq pul to'lasa o'tib ketadi degan narsa xavotirni olib qo'yganmiz. Keyingisi aminlik. Ya'ni bizdan trustworthiness deyiladi, anaqada EA'da. Bizga ishona bilish kerak mijozlar. Masalan, bizni mijozlarimizni ishini qilib berdik-ku, ana o'sha ishga klient kelyapti kimdir. Shuni biz uni bera olmaymiz-da o'zimiz. Mana biznikini ishlatinglar, bizda kodi bor deb. Aksincha u mijozni olib turib, biz mijozlarimizga beramiz. Ya'ni mijoz demaymizda, biz partner deymiz aslida. Bizga o'sha kompaniyada Humblebee kompaniyasi bilan ishlayotgan, biz hamma kompaniyadagi o'sha AI injenerlarimiz AI ishlarini qilib beramiz, AI injenerlarimiz orqali o'sha boshqa kompaniyalarga va ularni biz partner kompaniya deymiz, hamkor kompaniya. Ana o'sha hamkor kompaniyadagi bizga kelgan mijozni bizga mana bu ishni qilib beringlar desa, lekin hamkor kompaniya qilgan-ku uni berib yuboramiz. Chunki bu mijoz bilan ishlaydi va bu odamga foyda va bu bizni trustworthiness, ya'ni aminligimizni bildiradi. Bizdan zarar ko'rmaydi, aksincha, ya'ni bizga ishonsa bo'ladi mijozlar. Va buni qilishimizdan maqsad nima desangiz, ana o'sha asalari kabi, asalari guldan nektar olayotganda gulga zarar bermaydi-da. Aksincha foyda beradi faqat. Gul mana shu guldan nektar oladigan bo'lsa, asalari gul changlanadi-da, gullaydi, ya'ni o'zidan avlod qoldiradi. Lekin zarar bermaydi asalari. Gul hech qachon asalaridan mana bunaqa zarar bo'lib qolarmiki menga demaydi. Kerak bo'lsa qo'nmaydi. Mana hozir mana gulni ko'rayotgan bo'lsak, ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu gulda bu joyga asalari qo'nmasdan turib nektar oladi. Ya'ni o'rganib ko'rgan bo'lsangiz asalarini, mana shu gulga qo'nmaydi, uchib turgan holatida nektar oladi. Oladigan bo'lsa va ana o'sha narsa biz mijozlarimizni shunaqa tasavvur qilamiz, ya'ni biz bilan ishlagan mijozlar faqat o'sish kerak. Shuni hisobiga ham hali hech qaysi mijozimiz ishni to'xtatmagan biz bilan. Ya'ni tushunyapsizlar, 3 yil, 2 yil mobaynida mijozlarimiz biz bilan ish to'xtatmadi. Nega? Sababi biz bilan ishlagan mijoz o'syapti faqat. Va ularning o'sishiga biz xizmat ko'rsatyapmiz. Ya'ni ularda o'sha top 1% AI injenerlarning xizmati bo'lsa va ular sodiq bo'lsa, amin bo'lsa, u klient faqat o'sadi-ku, to'g'rimi? Ya'ni partner kompaniya, hamkor kompaniya. Shu bizni jamoadagi o'ziga xos, bizni kuchli qilayotgan 3 ta narsa. Xo'p, Humblebee'ni 3 yildan keyin bitirsa, qanaqa darajada bo'ladi u biylar, talantlar? Avvalambor ana o'sha top 1% kadrga aylanishadi. Va u top 1% kadr nafaqat AI injener sifatida, balki lider sifatida. O'zi startap qila oladigan, o'zi kompaniya ocha oladigan, o'zi universitet ocha oladigan, o'zi masalan kasalxona ochib yurita oladigan darajada. Chunki bu yoqqa hamma narsa AI bo'lib ketyapti-ku, to'g'rimi? Ya'ni AI orqali avtomatlashtirib, biznes prosesni tezlashtirib, arzonlashtirib, har qanaqa biznesni boshqalardan ko'ra ustun bo'lib ketsangiz bo'lyapti-da hozir. Va uni qilish uchun odamda ana o'sha AI'ni bilish xususiyati kerak. Ya'ni bizda ikki xil odamlar bor. Ana o'sha top 1% kuchli AI injenerlar va kuchli biznesmenlar. Chunki ana o'sha biznesmenlar o'zi anaqa founder bo'ladigan kishilarga ham o'sha Humblebee'ni 3 yillik programmasini tavsiya qilamiz biz, o'rgatishimiz kerak deb bilamiz. Boisi o'zingizni ishingizni bilishingiz kerak. Ya'ni AI hamma jabhaga ketyapti. Siz business owner bo'lsangiz AI albatta ishlatasiz va siz AI bilmasangiz allaqachon boshqalardan orqada qolib ketdingiz degani. Ya'ni chunki qaram bo'lib qolasizda, sodiqlik, aminlik deyapmiz-ku. Biz shu narsa orqali, shu narsa bo'lgani uchun biz mijozlarimiz ko'payib ketyapti-da. Bu degani boshqa AI injenerlarda yo'q shu narsa degani-da. Sizga ishlab turibdi, lekin ya'ni mana bu asalari kabi maqsad sari
o'zidagi etikalari sabab turib berish yo'q. Shuni hisobiga biznes ownerlarga ham AI kerak deymiz. Shu top 1% lik AI injener va bular o'zini jamoasini qiladigan odamlar yoki ana o'sha kuchli kompaniya yoki kuchli universitetlarda ishlaydigan kuchli kadrlar. Xo'p, qolgan ma'lumotlarimiz qanaqa qilib bizga qo'shilsa bo'ladi, qanaqa qilib o'sha 3 yillik programmaga yozilsa bo'ladi, kirish requirementlarimiz, talablarimiz bor. Humblebee AI veb saytida ko'rishingiz mumkin. Rahmat.